deb o'rganamiz. Qanchta TNT deysizmi? 64 mingta. Unda biz bu TNTlarni portlatamiz. Mana orqamda turibdi. 64 mingta. Agar siz qancha kun bo'lsa ham 64 mingtani yig'ib bersa, 64 mingta obuna yig'ib bera olsangiz, men 128 ta TNT portlataman. Mana TNTimiz 64 mingta chiqadi bu yerda. Unda hozir mana bunday qilamiz. Hozir mana bu nastroykaga kirib, nimani o'chirib yubordim. Mana shunda tursin. Mana buni, yo'q, mana bu yerda bor edi. Mana bunday. Nimalar bo'lyapti? Yordam beringlar. Hozir sal yana o'rganib olmasam. Unda bu yerdamidi? Ha. To'xtab turinglar. Men uni yaqiniga kelib, mana portlatamiz. Mazza qilib tomosha qilinglar va portlayapti. Juda ham qattiq. Aniq. Ro'sta ham qotyapti juda ham. Voh. Qotyapti. Mana bu cho'qaraklar. Qotyapti. Juda ham qattiq. Juda ham qattiq qotyapti. Juda qattiq. Juda qattiq qotyapti. Juda ham qaranglar, do'stlar, qaranglar, juda ham qattiq qotyapti. Juda qattiq qotyapti. Yo-mayo. Yo-mayo. Hozir telefondan ham chiqib ketadi. Bu shuncha TNT portlatganimga arziydi. Bu shunchalik 64 mingta. Endi siz shunchalik ko'p obuna bo'linglar. Men 1000 ta bo'lishim kerak. Mayli 100 ming deyapman. 100 ta qilinglar. 100 ta. Mening bahor oxiriga bo'ladigan orzum 1000 ta bo'lsa 1000 ta zo'r bo'ladi. Yo-mayo. Voy, yerni yarimi yo'qotgandek-ku. Barchaga nastroykiga kiramiz. Nima qilib qo'ydim? Mana hammaga xayr do'stlar. 64 mingta obuna bo'lishni, 64 mingta obuna qilishni unutmang. Nimaga aytsam, ishonmaysiz. Men 128 mingta TNT portlataman. Va nihoyat telefondan ham chiqqan. Unda xayr.